Yaqindagina Amerikada bo'lib o'tgan avtohalokatdan butun dunyo hayratga tushdi. Katta tuman ichida qolib ketgan avtomobillar bir-biriga urila boshladi. Oqibatda katta avtohalokat kelib chiqdi. Ularning ichida o'z yengil mashinasida ketayotgan fermer ham bor edi. Uning ismi Kelt Whitby. Avtohalokat bo'lgan joyga tez yordam va qutqaruvchilar tezda yetib kelishdi va ular ikkita katta fura o'rtasida qolib ketgan mashinani ichidagi odam tirik ekanligiga boshida ishonishmadi. Qachonki meni qutqaringlar deyotgan gapni eshitmaguncha qutqaruvchilar o'z quloqlariga ishonishmay qolishdi. Chunki buni avtohalokatlarning 99% o'lim bilan yakunlanar edi. Kelt Whitby esa faqatgina qoshi ozgina jarohatlanganda xolos. Unga hatto tez yordamni ham keragi yo'q edi.